Assalomu alaykum va rahmatulloh, aziz hamyurtlar. Boshida 1200 ta edi. Bundan 8 yil oldin pandemiya boshlangan edi. Birinchi safarimiz Andijonga bo'lgan edi. Keyin biroz kamaytirdik. 800 ta bo'ldi. Keyin 700 ta, 600 ta, 400 ta va oxiri 300 ta da biz qotdik. Nima uchun boshida 1200 ta edi? Chunki soni ko'p edi, sifati kam edi. Asosan faqatgina oziq-ovqat tarqatardik. Keyinchalik unga kiyim-kechak qo'shildi, oyoq kiyimlar qo'shildi, maishiy texnika qo'shildi va boshqa yana zarurat bo'ladigan xom ashyolar, mahsulotlar qo'shildi va oxir 300 tada qotganimiz sababi shuki, biz imkon qadar borayotgan xonadonlarimizni butkul hozirgi kunda eng dolzarb bo'lib turgan muammolarni hal etish maqsadida, shunga imkoniyatimiz qurbimiz yetsin degan maqsadda qulochimiz sal kichikroq qildikda 300 tada to'xtadik. Lekin biz 300 ta deganimizda biroz sizga erish tuyulmasin azizlar. 300 tani orqasida har bitta oilani bo'lmadi deganda 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 ming, 100 ming dollargacha bo'lgan muammolari bor. Ana shularni hal etish uchun biz ketyapmiz azizlar. Yurak Amri xayriya jamoat fondining ilk birinchi katta safari inshaalloh Qashqadaryo viloyatiga. 14-maydan 18-mayga qadar biz Qarshidamiz azizlar, Qashqadaryodamiz. Butun tumanlarni bolalarimiz, yigitlarimiz aylanib, ko'chama-ko'cha, qishloqma-qishloq, tumanma-tuman yurib, izlab xuddiki olmoslarni, durlarni, gavharlarni, oltinlarni topgandek, haqiqiy haqdorlarni izlab topganlar. Agar Alloh taolo bularni yashirib qo'ysa, siz topa olmaysiz. Ishoning, qancha insonlarni ko'rganmiz. O'zlarining ehsonlarini haqdor emas bo'lgan insonlarga, yolg'onchi joylarga berib qo'yganlarni. Ya'niki Alloh taolo agarki sizga haqiqiy haqdorga, haqiqiy yetimga, haqiqiy muhtojga faqatgina o'zidangina yolvorib yordam so'rayotgan joyga yordam berishlik imkoniyatini agarki sizga nasib etsa, do'ppingizni osmonga oting. Chunki ular go'yoki zamonamizning avliyolari, shularning xursandchiligi haq hurmati, shularning roziligi haq hurmati Robbim Alloh taolo sizdan rozi bo'ladi. Esingizdan chiqmasin azizlar. Bu g'animat imkoniyatlar. Bu g'animat azizlar. Subhanalloh. Nafaqat Qashqadaryoliklar, ahli O'zbekiston bu imkoniyatlar g'animat. Quyidagi plastik kartaga hoziroq ehson qiling. Mana shu 300 ta oilaning muammolarini hal etishda siz sababchi bo'ling. Bahonachi emas, Alloh uchun, Robbingiz uchun imkon topuvchi bo'ling. Zotan siz uchun berayotganlaringizni ham sizga Allohning o'zi bermaganmidi? Va aytgan edi Alloh taolo, ehsonning mukofoti faqatgina ehson. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgandilar, sadaqa bilan mo'minning moli aslo kamaymas. Ko'paysa ko'payadiki, kamaymaydi. Men bundan 8 yil oldin, bundan 9 yil oldin, bundan 10 yil oldin mana shunaqangi o'zbek xalqini yaxshilik atrofida, millatimizni ezgulik atrofida birlashishni, hamjihat bo'lishini orzu qilgandim. Alhamdulillah. Buni ilk mevalarini ko'ryapmiz. Qarang, internetda saxovat qilayotganlar, yaxshilik qilayotganlar juda ko'p. Mayli, kimdir riyo uchun qilayotgandir, kimdir shaxsiy manfaati uchun, kimdir boyib ketish uchun qilayotgandir, ko'ryapmiz, bilyapmiz ularni. Hattoki o'sha haqdorlarning oldiga borib, yetim, miskin oilalarga borib turib, videongizni chiqarib beramiz. Tushgan daromadni, tushgan pulni, ehsonni yarmisi meniki, yarmisi sizniki deb kelishgan holatda chiqarayotganlar ham bo'lyapti. Mayli, Alloh ularga insof bersin. Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Lekin eng muhimi, yomonlar qatorida yaxshilar ham bor. Yaxshilik ko'payapti. Bu degani yurtimizga barokat, Allohning rahmati yog'adi. Alloh bizlardan rozi bo'ladi. Bu degani gunohlar to'kiladi. Bu degani mashalloh ikki dunyodagi saodat. Quyidagi plastik raqamga ehson qiling. Biz aytgan edik, plastik kartalarni o'z og'zimiz bilan aytamiz degan edik. Chunki firibgarlar sun'iy intellektda bizni gapirtirib qo'yib, o'zlarining kartalarini qo'yib insonlarni aldayaptilar. Shuning uchun buni ehtiyotini qilyapmiz. Yozib oling azizlar. 5614 68 12 59 05 10 62 Uzkart. Yurak Amri xarajatlari uchun deb chiqadi. Mana shu plastik kartaga ehson qiling. Va keyingi kartamiz azizlar. 5614 68 12 59 48 54 50. Yurak Amri oziq-ovqat uchun deb chiqadi. Quyidagi telefon raqamiga aloqaga chiqing va ayniqsa Qashqadaryoliklar, Qashqadaryoning farzandlari, opa-singillarim, aka-ukalarim, Qashqadaryodan juda ko'p boylarimiz chiqqan. Hoziroq aloqaga chiqing. Biz Qashqadaryoni nima uchun tanladik? Chunki Qashqadaryo bizning nazdimizda eng og'ir hududlardan biri. Qaysi ma'noda? To'g'ri, boy viloyat, sportga qiziqishadi, futbolga qiziqishadi, lekin ming afsuski saxovatga qiziqishlar juda past. Bu achchiq bo'lsa-da haqiqat azizlar.
Yillar davomida biz buni ko'rib, bilib, shuning uchun ham Qashqadaryoga ketyapmiz. Boshqa narsalarga chaqirganimizda labbay deysiz, lekin nima uchundir saxovatga, yaxshilik ulashishga deganimizda har doimgi shu qo'lda sanoqli bir doimiy bizni yonimizga keladigan mardlarimizdan boshqa insonlar aloqaga chiqishmaydi. Shuning uchun sizga murojaatim, inshaalloh bizni yonimizda kamarbasta bo'lib turing. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz azizlar. Bu manzaralarni topib, izlab, uzoq-uzoqlarga borib bunaqangi noodatiy kontentlarni olishimizni sababi ham mana shunda. Zerikarli bo'lmasin, ko'rimli bo'lsin, odamlarga yetib borsin degan maqsadimiz bor. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Yurak amri xalqimizniki axir. Mehribon qalblarniki axir. Bizga va'dalar bergandingiz, esingizdami? Qaytinglar, yoningizda kamarbasta bo'lib turamiz. Sizlar xalqimizga keraksizlar degandingiz, qaytdik. Xizmat qilyapmiz. Endi va'dada turish vaqti keldi azizlar. Yonimizda turing. Mana shu videoni hozir ko'ryapsiz. Yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Like bosish bo'ladimi, kommentariy yozish bo'ladimi, yaqinlarga jo'natib qo'yish bo'ladimi, oila a'zolariga ko'rsatish bo'ladimi? Bu ham bir yaxshilikdir. Aziz vatandoshim, befarqlardan bo'lmang. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Yurak amri xayriya jamoat fondi ulug' yo'lga chiqqandir. Bu yo'lning oxiri jannatdir. Demak, kimki bu safda bo'lsa, unga yetkay. Yonimizda bo'ling. Birgalashib, jannatlarda yorug' yuz bilan ko'rishib, quchoqlashib, salomlashib, achomlashishni Alloh hammalarimizga nasib etsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.